Viloyatimizda baliqchilik tarmog'ini rivojlantirish borasida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Baliqchilik xo'jaliklarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, yangilarini tashkil etish, buning uchun yer maydonlari ajratish, kafolatli suv hamda zarur texnik jihozlar bilan ta'minlash, soha ozuqa bazasini mustahkamlash, banklar tomonidan baliqchilik xo'jaliklariga kreditlar ajratish, tabiiy va sun'iy suv havzalarini tender asosida aholiga ijaraga berish shular jumlasidandir. Furqa tumanida yashovchi Ma'ruf aka Mamatqulov ham 2013-yilda o'zining baliqchilik xo'jaligiga asos soldi va intensiv usulda Afrika laqqa balig'ini parvarish qila boshladi. Buni hozir o'zimizni iqlimimizga 18 gradusda ovqat yeyardi, semirish uncha emas edi. Hozir shuni men 18 gradusda bolasini ochirib, o'shanda boqib ko'ryapman. O'shanda ham u yangi 18 gradusda ochilganlari o'ziga vazn olyapti. Lekin oldingi 27 gradusda ochilganlarimiz o'ziga vazn olmay turibdi. Endi buni kattasi 27 dan boshlab 30-35 gacha issiqda 40 gradusgacha ham ta'sir qilmaydi. O'sha boshqa baliqlardan ustun tarafi ko'p baliqchilarimiz yozda issig'ida qo'rqib turadi. Suv bo'lmay qolsa baliq issiqqa chidamay o'lib qoladi. Bu o'sha xavfdan baliq boqaydirgan baliqchilarimizni saqlaydi. Afrika laqqasidan 1 kub metr suvda 300 kilogrammgacha mahsulot yetishtirish mumkin. Ma'ruf aka ham bir sotix joyda intensiv usulda 1 yilda 12 tonna baliq yetishtirdim. Shu tashlama arada o'rtasiga biz 1,5 sotix joyga qildik. Mana ko'rib turganlaring, bu yerda 160 kvadratdan bor yo'g'i 100 kvadratda baliq boqyapmiz. Qolgan 60 kvadrati yurish uchun yo'lak, keyin o'sha baliqqa qarash uchun mana basseynlar orasidagi joylarni tashlaganmiz. Bir sotixda hozir biz 10-12 tonna baliq oldik. Kredit olgandik. 150 million so'm shu baliqchilikka deb 16%ga. O'shandan 60 millionini qaytardik. Shu 3 yilga olganmiz, hali oldimizda ancha muddat bor. Xudo xolasa muddatdan oldin qaytaramiz degan rejalarimiz o'zi mehnatimiz o'zini natijasini ko'rsatib turibdi. Intensiv usul ozuqa va suv resurslarini tejashi bilan farqlanadi. Misol uchun amaldagi ekstensiv usulda suv havzada qishloq xo'jaligi uchun zarur bo'lgan aprel-avgust oylarida ushlab turilib, sentyabr oyidan boshlab chiqarib yuboriladi. Kichik baliqchilik xo'jaliklari uchun ushbu davrda o'rtacha 100 kub metr suv kerak bo'ladi. Ma'ruf aka shu masalalarni ham hisobga olgan holda intensiv usulni tanladi. Boshqa baliqlarga solishtirib ko'rganimda o'ta bizni yashab turgan joyimizda paxta dolzarb mavzu, paxtamizga suv muammolari bo'lgan paytda o'zim suvni boshida yashayman. Suvga fermerlarimiz ancha yozda paxta ayniqsa gullagan paytida suvga juda ham chanqoq bo'ladi. Ayni o'sha paytda baliqqa ham issiq yoqmaydi, baliqqa ham yangi suv kiritirish kerak, toza suv. Ana shu paytda suv baliqqa kirmasa baliq o'lib qoladi, paxtaga bermasa paxta gul tashaveradi. Ana shu narsani o'zim ozgina dehqonchilik qilganman. Shunda shu narsalarni shu baliqda yechimini ko'rdimda. Chunki bu shunaqangi qalin joyda baqilgan bilan atmosferadan nafas olgani uchun svejiy suv kiritirish shart emas ekan. Keyin katta issiqqa chidamli. O'sha agar suv zarur bo'lmasa, paxta mayli suv ichib olsin deyishga ham ko'naveradi. Yoki bo'lmasa, mana salofan paketlarda ko'rganingizdek boqyapmiz. Bunga kirgan suv yerga yutilib ketmaydi, keyin parlanmaydi. Shu suvni qaytanga biz bergan yemimizdan o'g'itlab berib, yana paxta dalalariga qo'shimcha o'g'itli suvni mana biz dalaga qilganmiz, chiqarib beryapmiz. Olimlarning ta'kidlashicha, inson organizmi sog'lom rivojlanishi uchun yil davomida 6-8 kilogramm baliq mahsulotini iste'mol qilishi zarur. Har bir aholi boshiga shunchadan baliq mahsulotlarini yetkazib berish uchun baliqchilikning intensiv usulini ommalashtirish lozim. Bu borada lavhamiz qahramoni ham astoydil harakat qilmoqda. Afrika laqqasini parvarishlash yo'llarini shu sohaga qiziqqan ko'plab yurtdoshlarimizga o'rgatib kelmoqda. Butun respublikamizda hamma chekkasidan mingdan oshiq odamlar kelib bu baliqni haqida ma'lumot olib, o'rganib ketishi, ko'pchilik qilib rahmat dedi. Ko'p shogirdlarimiz ancha katta daromad qildi. Bizdan ham yaxshi sharoitlari bor shogirdlarimiz bor.
Ma'ruf aka dastlab Afrika laqqasining ozuqasi masalasida biroz muammolarga duch keldi. Lekin izlagan imkon topadi deganlaridek lavhamiz qahramoni ham ozuqa masalasiga yechim topdi va bugungi kunda ko'plab baliqchilik xo'jaliklariga ozuqa yetkazib berishni ham yo'lga qo'ydi. Ozuqasini ham yo'lga qo'ydik. Xudo xolasa, juda katta muammo, menga ko'p qiziqib ketganlar meni doim mana shu savol bilan qiynardi. Aka, mana siz boqyapsiz ekan, biz ham shu sharoitlar qildik, ovqatiga qiynalyapmiz. Dedi, ovqat muammolari ham xudo xolasa yechildi. O'zbekistonda eng kuchli 38-40 proteinli oqsilli yemlar chiqaryapmiz. Endi har qanday boqaydigan odamga o'sha chavog'ini berib, yemini ham ta'minlashdi, kafilligini olyapmiz. Intensiv usulda baliq yetishtirish ortiqcha ishchi kuchi talab qilmaydi. Buni har bir xonadonda amalga oshirish mumkin deydi Ma'ruf aka. Lavhamiz qahramoni yaqin kelajakda sadok usulidan foydalangan holda baliq yetishtirib mahsulotni xorijga eksport qilish niyatida. Sadok suvining ma'lum qismi to'r bilan o'rab olinadigan maxsus moslama. Sadokni po'kaklar va plastmassa quvurlar yordamida suv yuzasiga va suv ostiga qoziq-oyoq bilan mahkamlash mumkin. U 1 kub metr suvda 50 kilogramdan 200 kilogramgacha baliq yetishtirish imkonini beradi. Bunday usulda parvarishlangan baliq sifat jihatdan yuqori bo'ladi deydi Ma'ruf aka. Oldimga qo'ygan eng katta maqsadim shu eksportga olib chiqish. Buni o'sha Gollandiyada kalbasa, sosiska qilyapti ekan. Birinchi maqsadim shu Gollandiyaga borib, o'sha texnologiyalarni hammasini o'rganib kelish. Toza artizan suvda baqilib, o'sha hali sizga aytganimdek sadkoy metodda buni axlatini o'zini yashayotgan sharoitga qo'shmasdan qilsak, bu go'sht o'sha buzoqning go'shtidan farqi yo'q ekan. Men buni o'sha Gollandiyaga borib kelganimdan keyin Toshkentdagi eng katta kalbasa zavodlariga buni go'shtini taqdim qilmoqchiman. Kalbasa, sosiska chiqarish bundan. Suyaklarini o'zim qaytarib olaman. Buni yemga albatta hozir Pribaltikadan olib kelyapti. O'zimizni bari tovuq baqarlarga toza baliq uni yetishmayapti. Shu baliq unini mana shu suyaklarimizdan yetishtirish oldimizga qo'yish. Qisqasi bu baliqni men Amerikada bitta fermer molni hamma yo'g'ini sotdimi, bitta mol degan ovozini sotolmayapman deganiga ishqibozdim. Men mana shu baliqimni men o'ylaymanki, hamma yo'g'ini sotaman, hatto maylovigacha. Sadok yordamida turli suv havzalari, xususan suv ombori va tabiiy ko'llarda baliq parvarishlasa bo'ladi. Bunda qo'shimcha yer va suv resurslari talab qilinmaydi. Ayni paytda bir suv havzasidagi alohida sadoklarda turi va katta kichikligiga qarab har xil baliq yetishtirish mumkin. Bu usulda baliqni oziqlantirish, rivojlanishini nazorat qilish va ovlash juda qulay. Qo'riqlash tizimi yengil. Eng muhimi, bu usulda yetishtirilgan baliq mahsulotiga jahon bozorida talab katta. Ma'ruf aka ham ichki va tashqi bozordagi talablarni inobatga olgan holda baliqchilik xo'jaligida samarali ish tashkil etmoqda. Afrika laqqasini O'zbekistonda yetishtirib, jahon bozoriga olib chiqish bu haqiqiy tadbirkorlikdir. Bu yo'lda lavhamiz qahramoniga muvaffaqiyatlar tilaymiz.